如果遇到难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。Çakçakçı maşını adam. Bo'ldi Govu. Sen yana qandaq shakllarga o'zgaraysan? Markes, men sana o'rgatib qo'yay. 3 buloq, yumaloq, kvadrat. Govu, endi qandaq shaklda bo'lib qolding? Yapaloqlashib qoldim. Bu chaqchaqchi g'alati maxluq ekan. U doim g'alati maxluqlarga chaqchaq qiladi. Bak qiziqarli. Çakçakçı g'alati maxluq. Men chaqchaqchi g'alati maxluq emas. Ha, siz emasmi? Chaqchaq qilib qo'ydim. Men albatta chaqchaqchi g'alati maxluqda. Chaqchaqchi g'alati maxluq bu kirkingizni davomli saqlab qo'ying. Sizga qanday yordam kerak? Bu daqiq ishlayli. Men boyli chaqchaqchi mashina odamni topshirib olgan. Chaqchaqchi mashina odami degan qandaq narsa? Keynimda turgani shu. U haqiqatan yaxshi o'yinchiq edi. O cho'ng sandiqning keyinda bormi? Yo'q, u emas. U sandiqning keyinida emas. Ammo kes, mana bu sandiqning ichida. Masala shuki, men bu sandiqni ochamadim. G'alati maxluq matematika aytdilar. Sizlar menga yordam qilmamsizlar? Biz chaqchaqchi g'alati maxluqqa yordam qilib sandiqning og'zini ichib beraylik. Tezroq kelinglar, amsa. Men bu chaqchaqchi mashina odamini ko'rishga tahir qilmay qoldim. Biz chaqchaqchi g'alati maxluqqa yordam qilib sandiqning og'zini ichib beraylik. Men ishmayki biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qimidan foydalanib bal qila olamiz. G'alati maxluq matematika aytdilar. Biz chaqchaqchi g'alati maxluqning mashina odam sandiqini ichib beraylik. Tekmo chaqchaqchi g'alati maxluq. Bak yaxshi oldu. G'alati maxluq matematika aytdilar. Menga yordam bergili kapti. Kelinglar, qo'l tutishib falon ishayli. Sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Bu mening salomlashgandagi maxfiy qo'ralim. Qanday qiziqarli ekan, ha? Bak qiziqarli ekan. Ha, to'g'ri. Meningcha siz Max bilan qo'yalish ko'rishib ekan. Ay, Govu, bo'ldi, rahmat. Sen qarsa bana ait qiziqarli bilindi ekan. Va, bu eshib cho'ng sandiqkin ha. Orasida cho'ng sandiq. Uning ichiga meni chaqchaqchi mashina odami selingan. Biroq men sandiqni ochamadim. Rostilla ochamadim. Chaqchaqchi g'alati maxluq ilgari siz sandiqni qanday usullar bilan ichib baqqandingiz? Men ishtirib baqdim, tartib baqdim, ishlab baqdim, tepib baqdim, hatto uni yirtib baqdim. Biroq hech qaysi qarg'a kelmadi. Hay, qaranglar. Men yana bir sandiqni ko'rdim. Ichida chuqur bir narsa bor. 3 tal 3 buloq. Buni nimaga ishlatadigandu? To'xtanglar. Sizlar 3 buloq dedinglarmi? Qaranglar. Bu sandiqdimi 3 buloqning rasmi bor ekan. Qaraganda biz bu 3 buloqlarni qo'yish orqali sandiqni ochalaydigan o'xshaymiz. Va, xuddi ochqichqaga o'xshaydi ekan. Lili, bu yaxshi amal bo'ldi. Sinab boqaylik. Bu mos kelmaydigandek turdi. Sizning chuchu. Bu 3 buloqlarning cho'ng kishiligi mos kelamdi ekan. Yo'q, bak cho'ng ekan. Bu 3 buloqchi. Cho'ng kichikligi mos kelamdi ekan. Yo'q, bak kichik ekan. Birinchi 3 buloq bek cho'ng ekan. Ikkinchi 3 buloq bek kichik ekan. Balki bu 3 buloq dal kelishi mumkin. Bu 3 buloqlarning cho'ng kichikligi dal kelamdi ekan. Shunda, qarabaqqa cho'ng kichikligi dal keldi ekan. Shu meningcha bu mos kelishi mumkin. Mos kelamni yo'q birlikda qarab boqaylik. Matematika aytdilar. Sizlar qanday qarasizlar? Mos kelamdi ekan. Mos kelmaydi ekan. Biz barliq 3 buloqlarni sinab boqdik. Hech qaysi bu sandiqdagi shakl bilan mos kelmaydi ekan. Hamda biz qanday qilamiz?
Maskelish. Bir g'alati maxluq musiqani ekskursiya qilyotidi. Bu shakl haqiqatan qiziqarli ekan. Biroq to'xtanglar, bu yerda bir narsa kamda qiladi-ku. Biz bir 3 bulan shakl topishimiz kerak ekan. Ha, mana bu yerda bor ekan. Tushib ketgan emasmi? Biroq bu 3 bulan bas kelmaydi ekan. Bu mumkin emas. Bu 3 bulanning cho'ng kichikligi dalil qiladi ekan-ku. Qaranglar. G'alati maxluq 3 bulanga tafsiliy qarab shaklini aylantirdi. Darvaqa shakldan mos keldi. O kamligan bo'lakni qayta joyiga keltirib qo'ydi. Rahmat sana matematik ko'rish ekrani baqaltis bo'ldi. Meningcha matematik ko'rish ekrani bizga bu 3 pulni aylantirib baqsaq sanduqdagi 3 pul bilan mos kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Hozir bu shakl mos keldimi? Bo'lmadimi? Biz yana aylantirib baqaylik. Hozirchi mos keldimi? Mos kelmidi-ku, bu davomli aylantirg'in. Hozirchi mos keldimi? Vah, biz g'alaba qildik. Rahmat sizlarga matematika atirdilar. Biz g'alaba qildik. Mana bu mening mashina odamim. Qaltism ekan. Men o'xshaydigan chaqchaqchi maxluqim. Mening kishigiltilgan nusxam. Men uning harakat qilishini ko'rishga taqat qilolmadim, jima. O nima ish qilyapti? Chaqchaqchi mashina odam maxsus odamlarga chaqchaq qilib kuldirdi. Biroq u qo'zg'almagandek turdi. Balkim uxlab qolgandi. Men bildim. Balki men varaqchiroq qilsam, u uyqudan uyg'onishi mumkin. Yanılı bo'lmadi. Qaranglar, yana bir shakl bor ekan. Uni qanday shakl ekanligini bildinglarmi? Shundaq bir 3 bulan shakl. Ha, bu yerda yana bir kichik sanduq bor ekan. Ichida yana nurg'a shakllar bor ekan. Bek yaxshi bo'ldi. Sizlar bunga o'xshash o'yildinglarmi? To'g'ri. Balki buning ichidagi ma'lum shakl sanduqdagi shakl bilan mos kelishi mashina odamni harakatga keltirishi mumkin. Bu shakl sanduqdagi shaklning rasmi bilan mos kelamdikan? Mos kelmaydi. Bu shakl yumliq ekan, yana bir 3 bulan shakl. Balkim bu mos kelishi mumkin. Bu 3 bulan shakli ekan. Ular qaramoqqa ozroq o'xshashmaydi ekan. Menimcha bu 3 bulan mos kelmaydi ekan. Bu 3 bulanlarning cho'ng kichikligi dal keldi ekan. Biroq yo'linishi mos kelmaydi ekan. Xuddi ilgari qilganga o'xshash. Biz dastlabda ikki shaklni qanday birlashtirgan esinglardimi? Hey, uni aylantirgandik. Buni shunday aylantirib sinab Men boqaylik. uni aylantiray. Bo'lmadi. Yanala bo'lmadi. Menimcha sen uni aylantirib, yana asldagi o'ringa akab qo'yding. Lili, mening aylantirganim xato bo'ldimi? Undaq emas-ku. Sen bir qitim aylantirib bo'lding. Biroq yanıla mos kelmadi. Qo'lingdagi shakl bilan sanduqdagi shaklning rasmi faqat mos kelmadi. Men qaymoqib qoldim. Endi biz qanday qilamiz? Maskelish. Bir g'alati maxluq musiqani ekskursiya qilyotdi. Bu rasmning bir bo'lagi kam turdi. Ha, yerga tushib ketibdi. Endi u qanday qila? U bu shaklni bir aylantirib bo'ldi. Biroq yana mos kelmadi. Biroq bu uning topgan birdan bir shakli edi. U shaklni o'radi. Ha, dal mushundaq. Endi bu 3 bulan shakl dal mos keldi. Xayr xo'sh. Rahmat sana matematik ko'rish ekrani bizga beshon yardım bo'ldi. Biz hozir 3 bulanlarni o'rish orqali o'xshamay ko'rinmadagi 3 bulanlarga erishgili bo'lganligini bilib oldik. Balki matematik ko'rsatish ekrani bizga bu shaklni yana o'rib baqsaq, mos keladigan shaklga erishgida bo'lganligini demakchi o'xshaydi. Menga o'xshash o 3 bulangni o'rib yiqinglar. Chaqchaqchi g'alati maxluq. Yaxshi o'rildingiz. Tezroq bulanglar matematik atirdikilar. Biz 3 bulan shaklni o'rib baqaylik. Mos kelamdi yo'q. Biz g'alaba qildik. Oy. Qaranglar, chaqchaqchi mashina odam harakatlanayotdi. Bak yaxshi bo'ldi. Men chaqchaqchi mashina maxluqim oxiri harakatlandi. Vah, ko'p rahmat senga. Yaxshi qilding. Chaqchaqchi mashina odam. Sen mendimi bakrak yomon kelsan-ku? Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atirdikilar. Biz chaqchaqchi g'alati maxluqqa yordam qilib, uning chaqchaqchi mashina odamni harakatlantirib berdik. Biz mos kelishning matematiklik ma'nosini bildik, shunga biz g'alaba qildik.